Baribir bo'shamoqchimisiz? Qolsangiz oyligingizni ham ko'tarib berardim. Ya endi Olimjon gaplashdik-ku. O'zim biznes boshlab ko'ray. Mayli. Nima bu? Bu mani kompaniya oldidagi qarzlarim. Qarzlarim? Benzin 620 ming so'm. Dastavkada ishlab yurgan paytlarimda ish uchun benzin ajratilardi. Ammo ba'zida shaxsiy ishlarim uchun shu benzinni ishlatganman. Shuni hisoblab chiqqanimda 620 ming bo'ldi. Xo'p, keyingisi. Qog'oz va ofis jihozlari 350 ming. Oxirgi payt ishdan keyin qolib har xil onlayn kurslarni o'tdim. O'zimning ehtiyojlarim uchun svet, internet, qog'ozlardan foydalandim. Bu ishxonaga tegishli edi. Siz o'zi qaysi planetadansiz? Ish vaqti 4 million 700. Muncha ko'p. 1 yildan ortiq ishlagan bo'lsam, afsuski har bitta ish vaqtim ham to'g'ri bo'lmagan. Ba'zida ertaroq ketib borganman. Shaxsiy ishlarimga ish vaqtini sarflaganman. Bekorchilikni yo'q gapirmasa ham bo'ladi. Savdoga ham zararim teggan bo'lishi mumkin. Ammo bu vaqtim uchun oylik olganman. Oilamga olib kirganman. Bu men bilganlarim xolos. Bilmaganlarim uchun sizdan rozilik so'ramoqchiman. To'g'risini aytsam, men hayratdaman. Bizda ko'p odam ishlab ketgan. Sizdagi bunaqa ketgani bo'lmagan shu paytgacha. Men roziman. Faqat bitta shartim bor. Qanaqa? Siz buni olasiz-da, menga va'da berasiz. Hech qachon o'zgarmaysiz. Har doim shunaqa halol inson bo'lib qolasiz. Chunki sizdagi halol insonlar jamiyatimizda ko'paysa, biza ham, bizdan keyingi avlod ham to'g'ri bo'ladi. Shunda rivojlanish bo'ladi. Kelishdikmi? Kelishdik. Alisher aka, o'zingiz bizdan rozimisiz? Bo'lmasam-chi Olimjon. Siz meni noldan ishga oldingiz. Men bu yerda hunar o'rgandim. Tajriba orttirdim. Endi o'zimning ishimni boshlamoqchiman. Albatta roziman. Xudoyim, shu insondan rozi bo'l. O'zing uni qo'lla. Hali ham shunaqa insonlar bor-a?